أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'zini bandalarini har xil og'ir va yengil sinovlar bilan imtihon qilgan va bu sinovlardan sabr bilan salomat o'tgan bandalariga jannatlarni mukofot qilib bergan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va o'zi yetimlikda o'sgan, yetimlikni achchig'ini bilganligi uchun yetimlarga yaxshilik qilishga ko'p vasiyat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. İnsanlarni halok qiluvchi gunoh kabiralarning 14-si yetimlarni molini zulm bilan yeyishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qalu ya Rasululloh va ma hun? Qala ash-shirku billah was-sihr va qatlu an-nafs allati harrama Allohu illa bil haqq va aklu ar-riba va aklu mal al-yatim va at-tawalli yawm az-zahf va qadfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Rasululloh aytdilarki, halok qiluvchi 7 ta narsadan chetlaninglar. Sahobalar so'rashdi, qaysilar ular ya Rasululloh? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Allohga shirk keltirish, sehr qilish, nohaq odam o'ldirish va ribo yeyish va yetimni molini zulm bilan yeyishlik dedi. Va jangdan qochish va pokiza, mo'mina, fahsh ishlardan bexabar ayollarga tuhmat qilish dedilar. Ya'ni yetimni molini zulm bilan yeyishlik insonni halok qiluvchi gunoh kabiralardan. Halok qiluvchi deganda, ya'ni dinini halok qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro va yaslawna sa'ira." Yetimlarni molini zulm bilan yeydiganlar, ular qorinlariga olovni yerlar va tezda jahannamga tushadilar deydi. Ba'zi rivoyatlarda keladi, qiyomat kuni yetimni molini zulm bilan yeganlar og'zi, burni, qulog'i va ko'zlaridan olov chiqib turgan holda tiriladilar deydi. Yetimni molini zulm bilan yeyishlik ba'zilari ochiqdan ochiq tortib oladi. Ba'zilar qarmog'iga bir yetimlar kelib qoladi, ularni moliga ega chiqadi. Xohlaganidek tasarruf qiladi. Xohlasa birovga qarzga beradi, xohlasa ularni pulini tijoratga qo'yadi va foydani o'zi oladi. Yetimni puli o'smaydi. Shu ham zulm bilan yeyishlik bo'ladi. Sizda bir yetimlarni moli bo'lsa va birov sizdan qarz so'rab kelsa, o'sha yetimni molidan qarz berishligingiz joiz emas. Chunki u qarzini qaytara olmay qolishligi mumkin. Shuning uchun berishligingiz mumkin emas. Hatto o'zingiz ham qarzga olib ishlatishingiz joiz bo'lmaydi. Buni ba'zi mustasno holatlari bor. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda va awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula." Yetimlarning moliga yaqinlashmanglar to balog'at yoshiga yetishmaguncha. Magaram chiroyli suratda, ya'ni tijorat qilib ko'paytirish yoki zararga kirib qolishligidan saqlash va hokazolar mumkin bo'ladi. Allohga bergan ahdiylarga vafo qilinglar. Ya'ni omonatlarni beringlar deydi. Alloh taolo aytadiki: "Fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum." Agar ularda balog'atga yetganligini va salohiyatni ko'rsanglar, ularga mollarini beringlar deydi. Innal ahda kana mas'ula. Ya'ni albatta ahdlardan so'ralasizlar deydi. Va kishi faqir bo'lsa va qaromog'ida yetimlari bo'lsa, ularning molidan hojatiga yarasha yeyishi joiz bo'ladi. Va o'zini taomi bilan yetimlarniki aralashtirishi joiz bo'ladi. Va bundan boshqa holatlarda yeyishlik mumkin emas. Kimki yetimni boshini silasa va molini saqlasa, Alloh taolo uni behojat qilguncha uni parvarishlasa, jannatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sha'ratin marrat alayha yaduhu hasanat." ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعيه.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, kimki yetimlarni boshini silasa, ya'ni Alloh uchun, o'sha silagan sochlari miqdoricha hasanotlar bo'ladi dedi. Va kim qaramog'idagi yetimlarga yaxshilik qilsa, jannatda u bilan bunday bo'lamiz dedi-da, ikki barmog'ini birlashtirdi. Va boshqa hadisda aytadiki, as-sa'i alal armalati val miskin kal mujahidi fi sabilillah aw kallazi yasumun nahar va yaqumul layl. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bevalarni va miskinlarni g'amida yurgan kishi Allohning yo'lidagi mujohid kabidir, yoki kunduzlari ro'zador va kechalari qoyim kabidir dedilar. Ya'ni erlari vafot etib ketgan va yetim farzandlari bo'lgan va ularni boqishlikda qiynalayotgan bevalarga yaxshilik qilish, farzandlariga qarash xuddi mujohid kabidir. Alloh taolo aytadi: "Va yasalunaka anil yatama qul islahun lahum khayr va in tukhalituhum fa ikhwanukum vallohu ya'lamul mufsida minal muslih." Sizdan yetimlar haqida so'raydilar. Siz ularga aytingki, ularga isloh qilish yaxshidir. Agar ularni mollarini aralashtirib yuborsangiz, bas sizlarni birodaringizdir. Alloh taolo buzg'unchini ham, isloh qiluvchini ham biladi dedi. Alloh taolo o'zi barchamizni muvaffaq qilsin va yetimlarning molini yeyishlikdan o'zi asrasin.